3 ta bolasi bor onalar qanday bozorga chiqishadi? Kichkintoyini katta farzandiga tashlab, o'rtanchasini o'zi bilan bozorga olib chiqishadi. Bozorga jo'ja olishga chiquvdik aslida. Lekin qarabsizki, jo'ja olmay, menga ko'ylak olib qaytdik. Bozordan qaytishimiz bilan o'choqqa bozordan olgan 5 litr sutimni olib qaynatishga qo'ydim. Bunda menga katta qizim yordam berdi. Orada o'g'lim o't qo'yayotgan joyimda menga gulab kelib xursand qildi. O'zi o'g'il bolalar boshqachada mehribon bo'lishadi. Shu bilan sutlarim pishdi. Sutlarim birin-ketin bankalarga quyib oldim. Bu sutda 2 litr nop qo'yib kichkintoyimga kasha qilib beraman. 3 litrini esa qattiq qilaman. Shu orada o'chog'im sovimasin deb o'choqlarni yaxshilab yuvib, obedga kartoshka qovurdim. Kartoshkaga kelinglar.